Xo'p, barchaga xayrli kech, xayrli oqshomlar. Bugun men sizga terapiya bergim keldi. Nima borasida qilamiz bugungi terapiyani? Bugungi terapiyani energiyani jamlash borasida qilamiz. Agar sizda charchoq, agar sizda uyqusizlik, agar sizda toliqish, energiyangizni sustligi, hayotsevarlikning yo'qligi va agarda sizda ko'p uyquchanlik, maqsadsizlikda munosabatlar yo'qligi, nurning yo'qligi, sevgining yo'qligi kuzatilayotgan bo'lsa, aynan bu terapiya siz uchun. Diqqat qiling, o'zingizni sokin joyda qo'yib oling, bo'sh qo'yib oling va deyishni boshlang. Men o'zimni kechirdim. Men o'zimni qabul qilaman. Men o'zimni his qilmoqdaman. Ha, qadrli o'zim, men seni ko'rmoqdaman. Men seni eshitmoqdaman. Men seni his qilmoqdaman. Men keldim. Men keldim. Ha, men keldim. Men qarorlarim qaroring bilan birlashdi. Hislarim hislaring bilan birlashdi. Maqsadim maqsadlaring bilan birlashdi. Endi ajralish yo'q. Endi ajratish yo'q. Biz birgalikda, biz bir holatda harakatlanamiz. Harakatlarimiz bir, xayolimiz bir, hayotimiz bir va bizni energiyamiz biz. Biz bugundamiz. Biz hozirdamiz. Biz hozir va shu ondagi lahzadamiz. Men o'zimni qabul qilaman. Men o'zimni sevaman. Men o'zimga keldim. Men o'zimdaman. Men o'zimni qabul qildim. Men o'zimni tan oldim. U ayblari bilan, u gunohlari bilan, u og'riqlari bilan men o'zimni sevdim. Men o'zimdaman. Men o'zimdaman. Men o'zimdaman. Qizlar ko'p takrorlaysiz bu terapiyani, ya'ni men hozir qisqa bergan bo'lishim mumkin, lekin zapisni qayta eshitasiz. Genetikangizgacha, hujuringizgacha rad etilganlik, tan olinmaganlik, sevgi eshitilmaganlik, o'zini kutgan, o'zidan voz kechgan, o'zidan ya'ni tan olinmay ketgan ichingizdagi holatlaringiz tiklanadi. Siz tiklanasiz va bir nuqtaga jamlanish, bu bugungi kunga kelasiz. Energiyangiz to'planadi. Energiyangizni to'plab beradigan terapiya bu. Hammaga rahmat. Va aynan sizga yana ham qiziqarli terapiyalarni shaxsiy yakkama-yakka olmoqchi bo'lsangiz, har qanday jarayon, holat, savollaringiz bilan bizga aloqaga chiqing. Telegram kanalimizga yoki telefonga murojaat qiling va qabulga yoziling. Hammaga rahmat, sog' bo'ling.